Assalomu alaykum aziz Bekobodliklar. Bekobod shahar Go'rbanli kanalida bu svetofor oldidamiz. Yerdan suv chiqib ketibdi, nimaga bilmadim. Yorilib cho'kibdi. Bu qanchalik xavfli bilmadik. Hozir bu yerdan mashina yursa, tegi bo'rsillab turgan turpoq bo'lishi ham mumkin. Hech qanaqa to'sin qilinmagan. Bu necha kun oldin cho'kkan, uni bu menga qorong'u. 28-yanvar 2026-yil hozir mashaq tarafdan to'g'ri mashina kelib mashaq qarab urilsa, balkim sanchilib qolar, balkim kirib ketib qolishi ham mumkin. Aniqini bilmayman, lekin Bekobod shahar mutasaddilaridan so'rab qolamiz. Mashinaga bir atrofiga chegara qilib, chiroyli qilib atrofiga reshetka qilib qo'ysa juda yaxshi ish bo'lardi. Hozir svetoforimiz oldi cho'kkan, nihoyatda bir xavfli holatda turganiga guvoh bo'lib turibmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, tagidan yoniga yaqinlashib ham bo'lmaydi, suv chiqib yotibdi. Aziz Bekobodliklar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Yuqori tashkilot mutasaddi rahbarlariga yetib borsin. Mana Mata mashinalar to'g'ri kelyapti, men to'xtatib qaytarib turibman. Cho'kib ketgan mana, qaranglar. Mana mashinatgacha cho'kkan. Sal uzoqroqdan ayting. Mana bu mashinalar yaqin kelyapti-yu, mana shu to'g'risigacha kelyapti-yu. Lekin men qaytarib ulatib turibman. Salomat bo'lasizlar aziz Bekobodliklar. Bekoboddagi so'nggi yangiliklarni chiqartirishda davom etamiz. Endi har ehtimolga qarshi mana shu taxtani qo'ydim shu yerga. Shoba mashinalar o'tmasin. Endi ustiga bir ikkita tosh ham qo'yib turish kerak buni. Bu nihoyatda xavfli holatda turibdi bu yer. Xo'sh, hozir taxtacha qo'yib qo'ydim. Buni birov ko'radi, birov ko'rmaydi. Buni atrofini imkon qadar o'rab qo'yish kerak. Hozir tagidan o'tib ketdi avtomobil.